Hoy. Bu yerda ey bo'lish kerakmi yoki esa? Hoy. Buni kecha o'tgandik-ku. Ha, xabarim bor. Lekin juda ham qiyin ekan-da. Jin ursin. Mashina raqamsiz ekan. Qani ushla. Unga nima qilamiz? Bu yerdan olib ketishimiz buyurilgan. Odam o'g'irlaymizmi? Oy, ularga qarashni bas qil. Eshikni yop. Mashinadan tushib ketmaguncha eshikni yop. Qani? Jin ursin. Ahvolingiz qalay? Yaxshimisiz? Xuddi shunday. Bu erkak mendan katta bo'lgani uchun ancha kuchliroq. Xonim, uyg'oning! Xonim! Oy, yo'ldan qoch! La'nata! Oy, sekin! La'nata! O'lging kelyaptimi? Hoziroq yo'ldan qoch. Oy, nima sen? Faqat o'qishni bilasanmi? Zo'r bo'ldi. Endi kelishgan bo'lib ko'rinmayapsan. Yaxshilab jang qilishni o'rganib olishing kerak. Tushunarlimi? Maktabga qaytgan bezori. U bosqinchilar kelmasidan ancha avval uyqudori qabul qilgandi. Lekin haliyam o'ziga kelgani yo'q. Doktor hammasi joyida dedi, demak xavotir olishga hojat yo'q. Ertaga uyga javob berisharkan. Bugun esa unga o'zim qarab turaman. Bolalar, sizlar uyga ketavering, xo'pmi? Bora qolinglar. Yo'q, shart emas. Bu yerda o'zim qolaman. Siz esa uyga borib dam olishingiz mumkin. Kelgarangni davolab, uyingga olib boramiz. Otang xavotir olayotgan bo'lsa kerak. Meni kechiringlar. Orangizda kim? Sonixon? Janob, yarim tunda ham xizmat qilayotganingizdan minnatdorman. Detektivlar shu yerda ekan. Demak, tergov bo'limi o'zi bu ishni olib boryapti. Biror qardoshingiz politsiyada ishlaydimi? Ichki tizimni yaxshi bilarkansiz. Sizni kasalxonaga olib kelishgani uchun bo'linmaga olib borib so'roq qilishga ulgurmagandik. Unda buni olib guk-pap olinglar. O'zingga guk-pap olganda yaralaringni davolab kelgin. Uyingga tezroq borgin. Detektivlar, kelinglar, boshqa joyga borib gaplashib olamiz.
Onangizni mabodo dushmanlari yo'qmidi? Yo'q. Dushmanlari yo'q. Uni o'g'irlashi mumkin bo'lgan odamni bilasizmi? Biror ta'qib qiluvchi yoki dushmanlari bo'lishi mumkin. Ha, Limikyon. Bosh raisni ayoli o'lim yoqasida. U oyoqqa turib barchasini qo'lga kiritishdan xavotir olayotgan bo'lsan kerak-a? Detektivlar, bu o'g'rilik bo'lmagandi. Bu bo'lgan barcha voqeani oddiy qilib tushuntirganda, Limikyon onamni o'g'irlash uchun maxsus bezorilarni yollagani aniq. Buni bari mashinani noto'g'ri joyga qo'ygani uchun bo'lgan muammo edi. Uyimizni yoniga qandaydir bezorilar mashinasini qo'yib olibdi. Mashinani ol deganimda birdaniga biz bilan urushib ketishdi. Janjal ko'tarilgandan oyim hushdan ayrildilar. Oyingizni ular majburan furgonga yetaklab olib borgandi-ku. Unday emas. Oyim hushdan ayrildi. Shuning uchun ularni furgonga yotqizib qo'ydik. Lekin politsiyaga qo'ng'iroq qilgan odam, niqob kiygan odamlar ayolni o'g'irlagani bordi deb aytgandi-ku. Lekin siz boshqacha aytyapsiz. Menimcha sizga biroz noto'g'ri ma'lumot berishgan. Barini hal qilgan ekanmiz. Politsiyaga berilgan arizani qaytarib ola olamizmi? Aytib bergan voqeangizga umuman to'g'ri kelmayapti. Qonunni buzmagan bo'lsa, nega mashinani tashlab ketishdi? Ulardan spirtli ichimlik hidi kelayotgandi. Demak, ular bo'kib ichib olib, mashinasini bizni uyning oldiga qo'yib qo'ygan. Politsiya xodimlari chalg'imasa ham bo'ladi bu ishga. Balki arizani noto'g'ri qabul qilgandirmiz. Boshqa savollar paydo bo'lsa oldingizga qaytib kelamiz. Agar o'g'rilik bo'lsa, tergov ochishga majbur bo'lamiz. Arizani qaytib olsangiz ham ishni davom ettiramiz. Ha, sizni tushundim. Nega arizani qaytib olding? Bu ishni kim qilganini aniqlab, jinoyatchilarni qo'lga olishimiz kerak. Ular oddiy bezori emas edi. Arizani qaytib olganing juda ham g'alati bo'ldi. Agar politsiya bu ishni olib borsa, Limikyon haqida xabar topadi. Ular rais Bekka ishlashini ham aniqlashlari mumkin bo'ladi. Bari shunday ketaversa, butun dunyo Sonixonni janob Bekning o'g'li ekanligini bilib qoladi. Nega arizangni qaytib olding? Agar politsiya bu ishni olib borsa, Ixonning hayoti barbod bo'lishi aniq. Ixonning ahvoli bundan battar bo'lishi mumkin. Bundan xavotir olma. Ixonga hech nima bo'lmaydi. Nega bunday qarayapsan? Ixon o'zi haqida 3-shaxs kabi gapirayotgani g'alati tuyulyapti. Yana kim ekanliging juda ham qiziqtiryapti meni. Demak, bo'lgan voqeaga ko'zingni yumib turasanmi? Yo'q, albatta. Agar shunday qoldirsak, bundan battar bo'lishi mumkin. Barini o'z yo'lim bilan hal qilaman. Xuddi har doimgidek. Lekin meni hozir seni yuzing ko'proq xavotirga solyapti. Meni yuzim unga nima qilibdi? Uydagilarni ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qil. Xom go'shtni olganda tuxum bilan yuzingga bosib yur. Aynan tuxum va go'sht yuzdagi shishni olishni yo'li. Buni qarang-ku, hoy og'riyapti. Demak, maktabdan so'ng uyga qaytish vaqting sizlarga yo'lda bezorilar hujum qildi va birdaniga sizlarni do'pposlay ketdi, shundaymi? Qorong'u bo'lgani uchun ularning yuzini ko'ra olmagansan. Ha. Qani ketdik. Voqea sodir bo'lgan joyga borsak, ularning yuzini eslay olishingga aminman. Kim biladi? Jinoyat joyiga ular qaytib kelgan bo'lishi mumkin.
Shu yerda bo'ldimi? Atrofda birorta kamera yo'q. Deyarli odam bolasi o'tmaydi. Video yozuvlar bo'lmaganini ham aniqlashimiz mumkin. O'ylaganimda ancha aqlli bezorilar ekan. Shundaymi? Otang prokuror ekanligini unutganga o'xshaysan-a? Bu yerda hech qanday jang alomatlari ko'rinmayapti. Tuproq ham tep-tekis turibdi. O'tlar ham ezilmagan, hammasini bo'yi uzun turibdi. Birorta shox va barglar ham ezilmagan, sinmagan, yerga tushmagan. Nega yolg'on gapirding? Shu kunlarda senga nima bo'lyapti o'zi? Jangga aralashganingdan seni do'pposlashibdi. Aynan shuning uchun seni telefoningga kuzatish moslamasi o'rnatib qo'yganman. Nima qilyapsan o'zi? Xayoling qayerda? Hammasini sen uchun qilyapman-ku. Shuni tushunging kelmayaptimi? Ha? Hozirdan shunday qilsang, kelajakda nima bo'ladi senga? Voy! Sekon!